Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana sizlarga benzinli Motorola topib qo'ydim. So'ragan obunachilarimiz ko'p edi, benzinli ham chiqaring deb. Mana 2,5 tonna, 2 tonna yuk oladigan juda ham baquvvatlardan bo'ladi. Bu videoga bitta like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, Rustamjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Muhammadjon. Xalq xizmati charchamayapsizmi? Sekin aka olyapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Borlaringga shukr. Uzoqdagi obunachilar uchun sizlarga o'xshagan bloger ukalarimiz yangiliklardan xabardor qilib turasizlar-da. Ha, xudo xohlasa endi Xalq xizmatida hech qachon charchamanglar. Hamisha Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin. obunachilarga shukr. Bo'lib, like bosib turishsa, xudo xohlasa. Obunachilar, Farg'ona obzoriga kirib dub like bosinglar ukalarimizga. Bosinglar like'larni. Mana sizlarga shunaqa foydali ma'lumotlar chiqarib boryapmiz. Kimdir Rossiyadan ko'rib kuzatyapti. Shuning uchun like bosib, kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Xo'p, aka bo'lsam birinchi manzilni Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida. Qo'qon erkin iqtisod zonasida, prom zonasi desa hamma biladi. Bemalol yetib kelishaveradi. Pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsa, joylashuv, lokatsiyani ham tashab beramiz. O'zimiz kutib olamiz bemalol. Yo'llar tushuntirib, kutib, bir piyola choyimizga mehmon bo'lib ketadi Muhammadjon. Bir piyola choyimizga mehmon bo'lib ketishadi. Xo'p, bo'lmasam bir boshdan boshlaymiz. Bulardan tashqari eslatib o'taylik, endi dubl kabinalar ham bor-a? Muhammadjon, bezinlarimiz turidan bor. Hozirgi kunda 3 xil bezinimiz bor. 4 xil edi, 3 xil qoldi. Aniqrog'i. 1 tonna 500 kilogramga yaqinroq bordi, uni sotib yuborildi. Katta partiyada sotib yuborildi. Hozir bizda 3 xil assortimentimiz qolgan bezinlarda. Bu assortimentlarimiz bor hamda samotsvalli dubl pol kabinali. Pol kabinali bezinlarimiz bor. Muhammadjon, mana buni kichikroqlardan boshlayveramiz-da. 1,5 tonna, 2 tonnagacha yuk ko'taradi. 1,5 tonna, 2 tonnacha yuk ko'taradi. Bo'tlari ham baquvvatli, ichlari ham chuqur. Ya'ni 50 yoki 40 bas ichlari 70. 65-70 chiqadi ichlari ham. Zapas ballonlari ham bo'ladi. Zapas ballonlarigacha bor Muhammadjon. Motorlari ham 200 kubli. Mana o'zi bort qismlariga yozib qo'yadi, 200 kubli, yangi holatda. Oyoq qismiga ham shobodadan nimadan to'sish uchun mana to'sish himoya vositalari ham bor. Oyna qismlari bor, oldi qismlarida. Muhammadjon, shu holatda mana 1,5 tonnadan 2 tonnagacha yuk olaveradi. Mana harakatlanish uchun bemalol o'tiradi, qulay holatda. Boklari ham kalit ochiladi. Ha, kalit ochiladi. Endi xavfsizlik nuqtai nazaridan buni qulf kaliti qilib qo'ygan. Odamlar kirishga bo'lardi. Qulflari ham mana bemalol Cobalt qulflar. Bemalol qo'yishadi, gazlarni qo'yib o'tatish harakatlanaveradi. Mana. Shuni o'taydi bemalol. Qo'ygan paytda. Chiroqlari Muhammadjon mana o'tashib harakatlanadi bemalol mana. Bu qancha rasxod qiladi ekan bu? Buni rasxodi yuksiz holatda 5 litr rasxod qiladi. Gabarti yuk bo'lsa 6-6,5 litr benzin rasxod qiladi. Bu 1,5 tonna, 2 tonnacha yuk ko'targan Muhammadjon. Bizda esa mana 2 tonna, 2,5 tonna, 3 tonnagacha yuk olaveradi bemalol. 2,5 tonna yukim bor, 3 tonna yukim bor o'ylanmaydi. 2,5 tonna yukni oladi, 3 tonnagacha yukni ham olaveradi bemalol. Yonida o'tirg'ichlari ham bor Muhammadjon mana. Bemalol. Passajirning o'tirg'ichlari hamda mana o'tirganda xavfsizlik nuqtai nazaridan mana. Bu Muhammadjon o'z-o'zi sovutadiganlar. Antifrizli mana, antifriz bachoklari ham bor. Antifriz turadi bunda mana. Bularda yana bitta ustunligi Muhammadjon. Bir xil ekani deydi ko'pchilik. 1,5 tonna, 2 tonnalik bilan. Bularda motor qismi 250 kubli. 250 kubli. Chiroqlari ham bor qo'shimcha buni. Ballonlari ham qolganlarga nisbatan baquvvat. Ballondan ancha katta ekan ballon. Bu og'ir yukli, o'shanga o'ziga mo'ljallanganda yuk qismi ham bunda Muhammadjon 2,5 tonna, 3 tonnada. O'shancha amortizatorlari ham baquvvat. Oldini ham mana oldin yavalar edi, shu yavaga o'xshatib ishlangan ekan. Radiator qismlarini ham ko'rishingiz mumkin.
Bor bunda, hozir assortimentda bor. Hozirgi kunda bir 4 ta assortimentimiz qoldi-da, 4 ta. 4 ta motorimiz qoldi. Endi mijozlarimiz chiqyapti, yana bir yangilik etib qo'yamiz. Hozirgi kunda o'sha mahallalarda ajratiladigan, oilalarga ajratiladigan kredit summalar bor. Hokim yordamchilari orqali amalga oshadi. Yosh oilalar rivojlantirish, bir oila dasturi doirasida. Shularda ham chiqazirib beryapmiz Muhammadjon. Bizda shu hamma fakturmalarimiz bor. Aloqaga chiqishadi. Shu orqali ham kredit summalariga chiqarib beryapmiz. Hozir ularda 17,5-18% kreditmalar bor, summalari. 3 yildan 7 yilgacha ham shunaqa edi. Imtiyoz davrlari ham bor. O'sha summalarga ham, nimalarga ham chiqarib beryapmiz, shartnomalarga ham. Xo'p, bularda narxi necha pul endi aka? Bularning narxi Muhammadjon 30 million so'm. 30 million so'm 250 kubliga. 250 kubli. Bort qismini ham ko'ring. Ichlarini ham bemalol chorva toshsa ham bo'laveradi. Baland ekan, mendan ko'ra ancha baland ekan, qo'shimcha. Chorvaga mo'ljallangan, chorvaga. Bemalol 10 ta chorvani, 8 ta chorvani yuklab, qo'ylarni solib, bozorga chiqadigan aka-ukalar bozorga ham qatnaveradi. Buni narxini aytmaydi shekilli. Muhammadjon, bir tonnani narxi mijozlarimizga shu 250 kubni tezroq tanishtiradigan maqsadda o'tib ketib qoldik-da. Bu 1,5 tonna, 2 tonnani narxi Muhammadjon 25 million so'm. 25 million so'm. 250 kubli 2 tonna 3 tonnali motorimiz narxi esa 30 million so'm. 30 million so'm, 5 million farqi bor ekanda. Buni ham rasxodlari 6-7 ta yuk bilan. Yuksiz holati 5-6 ta. Bundan ham kelishtirib berasizlar, xudo xohlasa. Buni ham narx-navosini kelishtirib, vodiy bo'ylab dastlabkilarimiz bepul yetkazib ortib beramiz. Xo'p, bundan qizil ranglari ham bor shekilli. Bundan qizil, mokri, seri ranglari bor. Muhammadjon ko'pchilik so'raydi-da bizni. Pol kabinali bo'lsin, motorol deydi. Samasval bo'lsin deydi. Hamda bizga ko'proq yuk olsin deydi. Mana shu mijozlarimiz uchun mana tayyorladik. 2,5 tonna, 3 tonna yuk oladi. Pol kabinali hamda samasvalli. Samasval. Bu 10 taradi, shu. 10 taradi. Nasos. Bu prujinalari ham bir tomon 3 tadan qo'yilgan ekan, tayinli. Traynoy ekan. Og'diradi. Motor qismlari 250 kubli. 250 kub. Buni ham rasxodda Muhammadjon. 6-7 litr yuk holatda. Bemalol harakatlanadi. Datchik yoqilg'ilargacha ko'rsatib turadi. Bularda hammasi Muhammadjon yangi mahsulotlar, tayyor holatda. Buni ham shartnomalarga chiqarib beryapmiz buni ham. Shu hokim yordamchisi orqali shartnomalarga ham chiqarib beryapmiz. Naqd pulga ham chiqarib beryapmiz. Dastlabki ham qilib beryapmiz. Yetkazib bortirib beryapmiz. Vodiy bo'ylab mutlaqo bepul narxda yetkazib beryapmiz. Nimalari ham ikkitadan ekan, Purjina deydi. Amazatorlari. Amazatorlari ikkitadan ekan. Amazatorlari ikkitadan. Ranglardan bor. Qizil rangi bor, voyenniy svet rangi bor. Unaqa seri rangi bor, oq seri. Onlarni ham qaraydi, chiroyli qilib ishlangan. Ya'ni zamonaviy qilib ishlangan ekan. Magnitofon, radiolargacha bor, Muhammadjon. Mana nimalarni bor. Muhammadjon mana texot holatda shunday. Mana havosoy holat turibdi. Mana skorlar ko'rsatib turadi. Har bitta o'zgargan. 1, 2, 3, 5 ta skordan iborat. Hozir esa bu halostoy holatda. Texot holat turibdi mana. Bu yo'l gazlar bu esa suv harorati, bu esa yoqilg'i hajmi. Bemalol ko'taradi. Mana magnitofonlar ular bemalol harakatlanadi. Magnitofonlar, radiolari bor. Dvorniklari ham bor. Ovozini qarang, bilinmaydi unaqalik. Kuchli ovoz bas. Texotda turgan. Ha, texotda holat turganda. Harakatlagan endi ovozi o'sha o'zining harakatiga bog'liq.
Ha. Mana Muhammadjon svetlari bor. Voyenniy sveti bor, qizil svetlari. Yetib o'tdik buni ham. Mijozlarimiz kelaveradi, tanlashadi, bemalol minib ko'rishadi. Yukxonalarni ko'targizib ko'radi, samosvallarni ishlatib, bemalol og'darib ko'radi. Yoqqanini kelishtirgizib, chiroyli qilib beramiz, Muhammadjon. Hozirgi kunda bu 2,5 tonna, 3 tonnali samosvalli pol kabinali motorimizning narxi 33 million 500 ming so'm. 33 ming 500. ming so'm. Zapaska ballonlarigacha bor buni ham. Hamma assortimenti. Xo'p, pastki nomerga telefon qilaverasizlar. Obunachilarimiz kamaytirib berishadi aytilgan narxlardan. Mana zapaska ballon orqa qismlari, tag qismlari. Muhammadjon kelishtirib, chiroyli yetkazib olib borib beramiz. Xudo xolasa bizdan olgan mijozlarimiz xursand. Hali birortasidan ortiq e'tiroz ham eshitganimiz yo'q. Ko'nglini ko'taramiz. Garantiyalari bilan beramiz Muhammadjon. Bu bezelli motorlarimizning garantiyasi 6 oy. Motorlari garantiya 6 oy. Mana assortimentlar. Bu hali boshda ko'rsatganimiz qizil rangi, qizil variantdan shekilli. 1,5 tonna, 2 tonnalikda. Mana assortiment juda ham ko'p. Pastki nomerga telefon qilaverasizlar. Mana shu aytilgan manzilga kelib, o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib, yoqqanini tanlab olib ketaverasizlar. Benzinli, elektronli, qaysini desalaring olaverasizlar. Kommentariyaga o'zi yozib qo'ydi, sizlarga elektronlidan qizig'imi yoki benzinlimi? Kommentariyaga yozib qoldirsalaring. Xo'p. Mana assortiment.